butun O'zbekiston ayollarini 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etmoqchiman. Sizlar tadbirkor, olim, muallim, shifokor, muhandis, davlat va jamoat arboblari, bir so'z bilan aytganda xonadonlarimiz farishtasi, oila va jamiyat tayanchi desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Eng katta duo kimniki? Onaniki. Sizlar duolaring bilan mana shu ulug'ayon kunlarda baribir men sizlar bilan uchrashishimdan shunday xursandmanki, diydor ko'rishish nasib etgani ham bu ham katta baxt. Yangi O'zbekistonning ayollari hayotdan rozi bo'lib, ayollar baxtli bo'lib, saodatli yashayotgan mamlakatga aylantirish meni eng katta maqsad, muddaom. Sizlarni bayramlar bilan tabriklab, oilaviy baxt, sihat, salomatlik, iloyim mana shu tinchligimiz, osoyishtaligimiz bardavom bo'lsin. Hammamiz bir bo'lib ishlasak, natija bizniki bo'ladi.